Makka osmoni zulm sitam qor bulutlari bilan qoplanib ketgan shu zulmatli kunlarning birida zulmga uchirg'uvchilarning yo'lini yo'rtib bir chaqmoq chaqnadi. U bo'lsa-mu Hamza ibn Abdul Muttalib radhiyallohu anhuning musulmon bo'lishi bilan g'arib bechoralar qalbida chaqnagan shodlik chaqmoqi edi. Hamza Bi'satning 6-yilining oxirlarida musulmon bo'ldi. Uning shu yili Zulhajja oyida musulmon bo'lganligi to'g'riroq. Uning musulmon bo'lish jarayoni mundoq bo'ldi. Bir kuni Abu Jahl Safa tig'ida Rasulullohning yonidan o'tib ketib, uni nihoyat sat tillar bilan haqoratladi. Buningga qarta Rasululloh gap qilmay jim turgan edi. U texmi azvaylab, qo'liga bir tal toshni ilib, Rasulullohning beshiga eliq tosh bilan urib, uning beshini yeravatdi. Hatto shulqirab qon iqib ketdi. Ondan u Ka'ba yonidagi Qurayshlarning majlis o'rnina qaytib, ashular bilan birga o'ltirdi. Abdullah ibn Jad'onning bir dediki, Safa tig'idagi to'ralg'usida yuqorqi ahvollarni boshdan oxir ko'rib turgan edi. Hamza o'qiya yaroqlarini ta'tir esib, o'dan qaytib kelayotganda, yelqididak Hamzaga Abu Jahlning Rasulullohga qilgan nohaq yo'lsizliklarini ko'rgan peti aytib berdi. Buni anglagan Hamzaning qattiq g'azabi o'rlidi-da, Abu Jahlni izlab yurgan peti ketib qoldi. U Quraysh ichida g'ururi eng kuchli azamat edi. U hech bir og'uni to'xtamadi. Qarg'anda u Abu Jahlni uchratsa, eli qo'l soladığandek qilibdi. U masjidga kirgan peti Abu Jahlning yoniga kelib to'xtadi va uningga: "Ey jigdichi qerining bolasi, teq sen mening qerinishimning o'g'lini tillawatamsan, halbuki men uning dinida tursam", dedi. Ondan uning kallasiga o'qiya bilan urib, uning kallasini yeravatdi. Natijada Bani Mag'zum, ya'ni Abu Jahlning qabilasi kishilari bilan Bani Hashim kishilari qo'zg'alib ketdi. Bu chaqda Abu Jahl: "Abu Ammarga chiqilmanglar, menmi uning qerindishining o'g'lini urgan edim", dedi. Hamzaning musulmon bo'lishi dastlabda o'z pushtidan bir kishining xo'rlanishiga chidamaganligidan bo'lgan edi. Keyin Alloh uning qalbini islom nuri bilan yo'rtibdi. Shuning bilan u üzilmas orqonga ching esildi-da, uning bilan musulmonlar zo'r darajada izzat va kuch-quvvat topdi. Umar ibn Xattobning musulmon bo'lishi. Shu qatma-qat zulm sitam tumonlari bilan xiralashib ketgan Makka osmonida to'satdan yana bir chaqmoq chaqdi. Uning nuri avvalqidan nurona ham kuchlikdek qiladi. U bo'lsa-mu Umar ibn Xattobning "Men musulmon bo'ldim" degan so'zining aks sadosidan urilgan chaqmoq nuri edi. U Bi'satning 6-yili Zulhajja oyida Hamza radhiyallohu anhudan 3 kun keyin musulmon bo'ldi. Payg'ambar alayhisalom uning hidoyat tepishiga duo qilgan edi. İmam Tirmizi İbn Ömer radıyallahu anhudan ve Tabrani İbn Mas'ud ve Eneslerden nakil kılgan hadiste Peygamber aleyhisselam dua kılıp: "Ey Allah, İslam dinini Ömer İbn Hattab yoki Abu Jahl İbn Hishamdan ibaret ikki kişinin sana yaqinroq biri bilan azizligin" degan edi. Bu ikki kishining ichida Ömer İbn Hattab Allohga bakroq yaqin ekan deyilgan. Ömerning musulmon bo'lish jarayoniga oid hadislarning har qaysi taraflariga cho'nqur nazar silib ko'rganimizda, uning qalbiga islom nurining daxil bo'lishi tadrijiy bo'lganligi ma'lum. Lekin gapning xulosasini bayon qilishdan avval bu zotning ruhiy dunyosidagi keskin jang qilayotgan murakkab ideviy to'qinish va davolg'ishlarni so'zlab o'tishga to'g'ri keladi. Ömer radhiyallohu anhu mijozi chus, qaram tabiatligi bilan hammaga tunishliq teman kishi edi. O'z vaqtida musulmonlar uning dardini oz tortmagan. Ahvoldan qaraganda Ömer radhiyallohu anhuning ko'nglida qarma-qarshi his tuyg'ular keskin tirkishib ketgan. U ba'zida ajdodlar uzundan beri amal qilib kelayotgan an'anaviy odatlarni hurmatlab, qon tomiriga singib ketgan o'yin tomosha masligiga berilsa, ba'zida musulmonlarning jasur qiyofati va aqida yo'lda har qancha azob-uqubatlarni lazzat sanashlaridan ajablanadi. Ondan bir aql egisi bo'lish sifati bilan uning ko'nglida islom dini tashabbus qilgan aqida va tutib mangan yo'l boshqa dinlardagi har qanday bir aqida va ijtimoiy yo'nalishdan ilg'or ham oqibati xayrlik bo'lishi mumkin degan o'y-xayollar uning bilan kuch sinashatdi. Shunga u mushularni o'ylasila bir qismini bo'lib, oxirini chiqara olmay g'amga petib, jo'n kichiktinib jimib qoladi. Umar ibn Hattob radhiyallohu anhuning musulmon bo'lish to'g'risidagi hadislarning xulosasi shuki, u bir kuni uyga qaytmay, sirtda qo'nib qolishga to'g'ri kelib, haramga keldi va Ka'baning yopiq ichiga kirib xiyol surib o'ltirdi. Payg'ambar alayhisalom uningga xeyli yaqin joyda o'ri turib namoz o'qiyotdi. Namozda sura Haqqani tilovat qilgan edi. Shuning bilan Umar Qur'onni tinglab, go'zal fasohatidan zo'q elishga boshladi. U mundaq degan: "Azbiroy Xudo, men ko'nglimda bu chuqum Qurayshlar aytganidek shoir deytdim." U o'qib kelib, qiroatining davomida: "Bu Qur'on albatta hurmatli payg'ambarning Allohning dargohiga yetkazgan so'zidir. U shoirning so'zi emasdir. Sizlar nihoyat oz kishinisizlar.
Qur'oni Karim Sura Haqqa 40 va 41 oyatlarni tilovat qildi. Men ko'nglimda undaq bo'lsa, cho'qim koin, ya'ni chiroqchi dedim. U koinning so'zi emas. Sizlar nihoyat oz nasihat olasizlar. U olamlarning Parvardigori tomonidan nozil qilingandir. Qur'oni Karim Sura Haqqaning 42 va 43 oyatlarini oxirigacha o'qidi. Shuning bilan mening qalbimga islom nuri tajalli qilib kirdi. Mana bu islom nurining Umarning qalbiga tunji qatim big' urib kirishi edi. Lekin uningdagi jaholiyat iqimiga bo'lgan moyillik, ko'ni an'anaga bo'lgan aqida va ajdodlarning yo'liga varislik qilish ideyasining qora ko'langilari uning qalbida o'rtayotgan haqqoniyat yolqinini yepib olganlikdan u bu qora ko'langi orqasiga yo'gilib qolgan pok his tuyg'ularga parvo qilmasdan islomga qarshi harakatini davomlashtiravergan edi. Umar tabiatining ittikligi va Rasulullohga bo'lgan o'chmanligining qattiq kuchligidan bir kuni qilichini qinidan sug'urib, Rasulullohni o'ltirishni ko'ngliga pukib uydan chiqdi. Yo'lda uning Nuaym ibn Abdullah Naham yoki Bani Zuhradimmi yoki Banu Mahzundimmi bir kishi yo'liqib, "Qayerga mengyapsan ey Umar?" deb so'rab qoldi. Umar "Muhammadni o'ltirib yutay deb mangdim" dedi. U kishi "Muhammadni o'ltirib qo'ysang, Bani Hashim jamoati va Bani Zuhra jamoati seni aman qo'ymasmikin?" dedi. Umar "Senmi o'z diningni tashlab murtad bo'lgan o'xshamamsan? Ajab Muhammadning irqini yaqilab qolding-ku" dedi. Nuaym "Undaq bo'lsa, men seni buningdan ajablanarlik bir ishga boshlab bormaymi? Sening hamshirang va kuyovning ikkisi yangi dinni qabul qilib, sening diningni tashlab o'tishdi" dedi. Buni anglab Umar uchqandek ularning uyiga bordi. Bu chaqda ularning uyida Habbob ibn Arad qo'lida Sura Toha putilgan qog'ozni tutib qoldi, ularga Qur'on tilovat qilib berib o'ltiradi. U xilidan beri mushu uyga kelib, ularga Qur'on o'qitib qo'yib ketadi. Habbob Umarning oyoq tevishini anglabla uyining bir bulog'iga mo'kinib oldi. Fatima, ya'ni Umarning hamshirasi, ilk Sura Toha putilgan varaqni palasning ostiga tiqibdi. Umar uyga yaqinlab kelganda, u yerda Habbobning qiroat qilayotgan ovozini anglagan edi. Shunga u uyga kiribla, "Men bayam yeninglarda angladim, kimning ovozi u?" deb so'roq qilishga boshladi. Er-xotin ikkilisi, "Mush ikkimizning parini xolos, boshqa ovoz anglamadik" deb javob berishdi. Umar, "Ahvoldan qaraganda, sizlar ikkalan o'z dininglarni tashlab murtad bo'lgan o'xshaysizlar" dedi. Shuning bilan uning kuyovli, "Ey Umar, agar haqiqat sening diningning g'ayrati bo'lsa, qandoq qaraysan?" dedi. Umar g'azab bilan etilib berib, kuyovlini yiqitib, ostiga besilib, butun kuchi bilan mushlig'ini turdi. Bu chaqda uning hamshirasi Fatima kelib, Umarni yo'llashining ustidan ittiribdi. Umar uning yuziga ta'tir mush bilan birini qo'yib, etildiribdi. Uning eg'iz burunlaridan qon eqishga boshladi. Ibn Ishoqning rivoyatida Umar hamshirasining beshiga urib yerivatgan deyiladi. Shuning bilan u darg'azab bo'lib, "Ey Umar, agar haqiqat sening diningning g'ayrati bo'lsa-chi, men Allohdan boshqa hech iloh yo'q. Muhammad alayhissalom Allohning bandisi va payg'ambaridir deb guvohlik beraman" dedi. Umar bularning musulmon bo'lganligini jazmlashtirdi va singlisining chiroyidan eqiyotgan qonlarni ko'rib, qattiq pushaymon qildi va xijolat his qilib, "Ilqi varqinglarni elinglar, men o'qib ko'ray" dedi. Fatima uningga yig'ilgan holda, "Sen degan bitorat, nejistursan. Uni xohlagancha tutishga bo'lmaydi. Shunga avval g'usl tahorat elib kel. Ondan" dedi. Umar o'rnidan turib, g'usl tahorat elib keldi. Ondan ilqi varaqni qo'liga elib o'qishga boshladi. "Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman." Umar buni o'qib, "Nihoyat yaxshi go'zal ismlar-ku" dedi. Ondan Sura Tohani o'qishga boshladi. Hatto u Allohning "Men haqiqatan ibodatga loyiq Allohdirman. Mendan boshqa hech ma'bud yo'qdir. Yolg'iz menga ibodat qilgan. Meni zikr qilish uchunla namoz o'qigan." Qur'oni Karim Sura Toha 14-oyatga kelibdi. "Bu nima degan shirin kalom? Bu nima degan ulug' so'z? Meni Muhammadning qishig'i boshlab beringlar" debdi. Habbob Umarning ilk so'zini anglab, asta qadam elib uydan chiqdi va "Xo'sh xabar ey Umar, men sening Rasululloh payshanba kechasi, ey Alloh, islomni Umar ibn Xattob yoki Abu Jahl ibn Hisham bilan azizligin degan duosining ijobat bo'lib qolishingni umid qilaman. Rasululloh hozir Safa tig'ining yanida bir qo'roqda" dedi. Shuning bilan Umar qo'lidagi yalan qilishni g'ilob qisilib, yeniga osdi. Ondan Habbob aytib bergan ilqi qo'roqqa qarab yurib ketdi. U bir hazodan keyin ilqi qo'roqni izlab tepib darvozasini chekdi. Biraylan darvozaning yo'chiqidan qarab, Umarning qilich osgan holatda darvoza oldida turganligini ko'rdi-da, darhol qaytib kirib Rasulullohga xabar qildi.
Qoro ichida ozoda o'ltirishganlarmi gurrida jam bo'ldi. Hamza radhiyallohu anhu bu taraqturuqni ko'rib, "Sizlarga nima bo'ldi?" deb so'raydi. Ular "Umar kepti" deyishdi. Hamza "Umar kelsa nima bo'pti? Ishni echinglar. Agar yaxshi niyatda kelgan bo'lsa, bizmi yaxshilik qilamiz. Navoda yomon niyat bilan kelgan bo'lsa, o'z qilichi bilan o'zini uzitamiz" dedi. Bu chaqda Rasulullohga vahiy nozil bo'layotgan bo'lib, uyning ichkarisida edi. U Umarning oldiga chiqib, uning bilan tashqarqi uyda uchrashdi va uning qilich osadigan bel tasmasidan tutib qattiq yushidi va mundoq dedi: "Ey Umar, Alloh sening haqqingda Valid ibn Mughira haqida nozil qilgandek, seni rasvo qiladigan azob uqubat oyati nozil qilmoqcha bu yomon paylingdan yonmamsan. Ey Alloh, mana bu Umar ibn Xattob. Ey Alloh, islom dinini Umar ibn Xattob bilan azizligin" dedi. Shuning bilan Umar "Men Allohdan boshqa hech iloh yo'q. Muhammad alayhissalom Allohning bandisi va payg'ambaridir" deb guvohlik beraman, deb musulmon bo'ldi. Qo'rodikilar buni anglab, hayojonini bosolmay "Allohu akbar" deb to'g'livetdi. Bu ovozni Ka'ba atrofida yig'ilishib o'ltirgan mushriklarmi angladi. Umar roziyallohu anhu g'ururi kuchli, keskin odam edi. Shunga uning musulmon bo'lishi mushriklar orasida ig'ir xursinish va o'ng'aysizlanish kayfiyati paydo qildi. Musulmonlarga bo'lsa izzat hurmat va shod-xuramlik libosini kiydirdi. Ibn Ishoq Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda mundoq deyiladi: "Men islomga musharraf bo'lgandan keyin ko'nglimda Makkaliklardan Rasulullohga hammadan bak o'chmanlik qildiganlarni tasqab o'tkizdim. Dedimki, Abu Jahl Rasulullohga bak o'chlik qiladi. Men uning uyiga berib, eshigini qoqdim. U chiqib, "Ey Umar, seni qaysi shamol uchirib keldi?" dedi. Men uningga, "Men sana o'zimning Allohga va Allohning payg'ambari Muhammad alayhisalomga iymon keltirganligimni va u elib kelgan dinga chin putib ishonganligimni uqtirib qo'yay deb keldim" dedi. U ishni yuzimga daqqa deb yetib, "Yo'qol, ko'zimda yo'qol. Xudo senimi, sen elib kelgan xabaringni xayrlik qilmasin" dedi. Ibn Javziyning rivoyat qilishicha, Umar radhiyallohu anhu mundoq degan: "Mushriklar avam xalqdan bir kishining musulmon bo'lganligini anglasa, uningga hammasi o'lishib uratdi. Ammo bir odamning hamma odamga taqobil turishga madori yetmaydi. Men musulmon bo'lgan chig'imda tag'am As ibn Hishamning qishig'i bordim va uningga o'zimning musulmon bo'lganligimni uqtirib edim. U javob qaytarmayla uyga kirib ketdi." Umar yana mundoq degan: "Ondan yana Quraysh katibashlaridan birining qishig'i, balkim Abu Jahl bo'lsa kerak. Uning yeniga bordim va uningga o'zimning islomga musharraf bo'lganligimni dedim. U o'rilib kirib ketdi." Tarixshunos Ibn Hisham va Ibn Javiz xulosalangan holda mundoq deyishdi: "Umar musulmon bo'lgandan keyin Jamil ibn Ma'mar Jumahi degan kishining qishig'i berib, o'zining musulmon bo'lganligini uqtirib qo'ydi. U Quraysh xalq ichidagi gap to'shish mohiri edi. Shuning bilan u butun ovozi bilan Umar murtad bo'pti deb to'lig'ili turdi. Umar keynida turib, "Bu yolg'on aytidi. Balki men islomga musharraf bo'ldim" deydi. Shunda qilib, ular Umarning atrofiga devaylab kelib, yamishib urdi. Hatto kun tush bulay deb qolgan edi. Oxiri Umar herib o'ltirib oldi. Ular Umarning beshida qarab turishadi. Umar ularga, "Xohlaganinglarni qilinglar. Alloh bilan qasamki, agar bizning sonimiz ko'proq bo'lgan bo'lsa, sizlarni qoyil qilmoqchi bo'ldi qilmaydim" dedi. Mushu voqeadan keyin mushriklar Umarni o'ltirmoqchi bo'lishib, uning uyiga bostirib bordi. Imom Buxoriy Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu dan rivoyat qilib mundoq deydi: "Bir chaqda Umar Qoroda biz bilan birga edi. Qaraganda u toza xotirjam emasdek qiladi. Uchtim tut Qoroga As ibn Vail kirib keldi. U ustiga yo'lliq raxta rido va yipakdan kashlangan ko'ylak kiyib olgan edi. U Ibn Sahmi jamoatidan bo'lib, azaldan bizning ittifoqdoshlarimiz edi. U kiribla atamga, "Sana nima bo'ldi?" deb so'radi. Umar, "Sening tarafdorlaring meni musulmon bo'lganligim uchun o'ltirmoqchimish" deb javob berdi. As, "Mumkin emas. Men hargiz yo'l qo'ymayman" dedi-da, Qorodan sirtqa chiqdi. U mush gapni qilgandan keyin meningmi yurkim joyiga tushdi. Qarasam, odamlar sallak eqib kelib yetibdi. As ularning oldini to'sib, "Nega borsizlar?" deb so'radi. Ular Umarning uyiga, ashu murtadning uyiga deb javob berishdi. As ularga, "Men uningga yo'l qo'ymayman" dedi. Halqi g'avg'ochi odamlar bir-birlab qaytib ketishdi. Ibn Ishoqning rivoyatida Alloh bilan qasamki, ular Umarning atrofidan soldirilgan kiyimdekla yo'qolishdi deyiladi. Mana bu mushriklar orasida paydo bo'lgan davolg'ush va malmonchilik. Mujohid Ibn Abbosdan naql qilgan hadisda mundoq deyiladi:
Men Ömer ibn Xattobdan sen nima uchun Faruq deb atalding deb so'rasam, u Hamza mendan 3 kun burun musulmon bo'pti ekan, dedi. Ondan u o'zining musulmon bo'lish jarayonini so'zlab berib, mundaq dedi. Men, ya'ni musulmon bo'lgan chig'imda, ey Rasululloh, biz o'lsakmi haqiqat ustida, yashasakmi haqiqat ustida yashaymiz emasmi? degan edim. Rasululloh, albatta shundoq. Alloh bilan qasamki, sizlar o'lsanglarmi, yashasanglarmi haqiqat ustida o'lib tirilasizlar, dedi. Bu chaqda men yo'shirinib yurishning nima hojati? Seni haqdan bilan avatgan Alloh bilan qasamki, biz cho'qim oshkorlanishimiz kerak, dedimda, darhol ularni ikki saf qilib tizib ko'chaga chiqdik. Biriga Hamza bosh bo'ldi, yana biriga men bosh bo'ldim. Hayvi bilan qadam tashlab olg'a ilgirlab, oxiri masjidga kirib o'ltirdik. Qurayishlar meni va Hamzani musulmon safida ko'rib, mislsiz xursindi. Qattiq musibatnak bo'lishdi. Shu kuni Rasululloh meni Faruq, ya'ni haq-nohaqni ayiruvchi deb atab qo'ygan, dedi. Abdullah ibn Mas'ud mundaq degan: biz Ömer musulmon bo'lgan qadar Kabe yonida oshkora namoz o'qishga petinolmaydi. Suhayb ibn Sinan Rumi radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda u mundaq degan: Ömer musulmon bo'lgandan keyin islom oshkora bo'ldi. Biz shuningdan boshlab ochiq oshkora da'vat elib boraladik. Baytullohning atrofiga yig'ilib, halqa bo'lib o'ltiraladik. Ixtiyoriy tavob qildik, yo'lsizlik qilganlarga taqobil turib, haddidan eshib ketganlarga radiya berdik. Abdullah ibn Mas'uddan rivoyat qilingan hadisda u biz Ömer musulmon bo'lgandan beri qaddimiz ko'tarilib, azizlanib qoldik, degan. Da'vat yo'li to'silganda kafirlarga qilich bilan urush ochgan Rasululloh. Ushbu yo'lda qini aqan tuproqlarga japa chekkan bu din uchun Rasululloh.